Hammaga assalomu alaykum. Avtoshop avtomobilimizni uzoq ham yaqindan ko'rib, tomosha qilib, ko'rgan mashinani niyat qilib, ko'zi qizib o'tirgan mijozlarimiz avvalambor hammangizga shunday mashinalar nasib etsin. Li 9 Ultra eng fulli Li 9 ni. Salon umuman dahshat doğrusu. Arkalari kapitanskiy sideniya ve undan tashqari arkasında yana 2 adamlık sideniyasi bor. 2 monitor, bir yanda yine bir monitor bor. Hem monitora o'sha sim kartalar qo'yilib, angliyskiy perevod bo'lib, taxlanib turibdi mashina. 2025-yildan 2025-yilning o'zida tamojidan chiqqan, lekin dokument 2024 bo'lib chiqadi. Bir dana mashinaning aybi, mashina shot spravka, lekin bir dana aybi shu Toshkentdan Peregon bo'lib kelgan shura. 1000 km yurib bo'ldi. Lekin mashina shot spravka. To'g'ri bir qo'l meni bursanglar bo'ladi. Lekin to'g'risi mashina havas etganlar bir dana like ayamislar. Lyuklarim yomon. Zavodskoy paroklari bor. Ham eshikni beklanishini e'tiboringlar. O'z tartib olib, paroklarni yanglab mazza-deb qo'yadi. Maşallah. Apşim yaman doğrusu. E'tiboringlar. Bu maşinin doğrusu bu rulda oturgandan tashqari arka sideniyada o'tirishni o'zim bir odamga bir rasmiy boshqacha bir his tuyg'u beradi deydi-ku. Yana. Yoshi katta odamlar bir havas etadi-ku. Haydab olam deydi-ku. Shunday hamma oilasida garajida eng kamida shu mashinadan duruşuna tilakdoshmiz. Вообще yomon lekin doğrusu. Belandan kamerasi bor. Polni salondan kamera tushiradi mashina 360 gradus kamera bilan haydaysiz. Polni eng vaqtdan. Salon lekin вообще ideal вообще. Doğrusu dim, слишком чистый, lini açib turgan salon shu salon bo'ladi. Masajlar ham bor sidenalarında. Kapitanskiy sideniya deb aytiladi. Bilmaganlar uchun bilamiz deb negativchilik shart emas. Eshiklari polni 4 eshik ham shu ahvol. Zavodskoy Michelin balonlar razmerini qiziq bo'lsa 265-45 razmeri 21. Polностью görüşürüz mümkün. Bir anda halasızla bistro razvedetiyle koyasılar. Halasızla ise uyda zirete koysayızlar ham bo'ladi. Bir anda ise bundan tashqari bir yan tarafında ise benzin bakan bor. Lekin dahshat. Üstünde Arsenal'dan götürsüler. Li 9 Ultra eng fulli. Morda e'tiboringlar. O'zi ko'cha tarafdan farni o'zi doğru ayttiradi. Xullas qiziqqanlar uchun mashinamiz nalichida avtoshop avtomobilimizda tayyor sotuvda. Narxi $70,000. Naqd pul, barter, avtokredit farqi yo'q, o'zingizga yaqin tartibda kelib, xarid qilib ketsangizlar bo'ladi. Lekin bu mashinani meni miniyam bo'yicha
Avtokritalada adam bo'lmasa kerak. Doğru shitir dedik u. Xullas mashinamiz tayyor sotuvda. Qiziquvchilar bemalol avtoshop sonimizga kelib turib, хотя бы niyat etib kelib turib, minik ko'rsangizlar ham, ko'rib ketsangizlar ham bo'ladi. Hammangizni avtosalonimizda kutib qolamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat va vaqtlaringizni olganim uchun hammaga rahmat.